Assalomu alaykum hammaga. Mana bugun yana bitta xonadonimizga 10 kilovatlik 10 grid sistema o'rnatyapmiz. Bu yoqda panellarimiz bu yoqda 9 ta, bu tomonda 9 ta. Hop, 18 ta panel 10 kilovat uchun. Panellarimiz 580 wattdan. Hop, 9 tadan ikkita gruppa qilamiz. Bu yoqda kabel tashlaganmiz gofraga. Bu yoqdan bitta plusiga ulasak, bu tomondan bitta minusiga ulab pastga tushiramiz. Bu tomondagina ham xuddi shunaqa. Mana hozir gofraga o'tkazdik. Gofrada bittasi qolib ketadi. Bittasini bu yoqdan sug'urib olib turib, bu tomoniga konnektorga ulaymiz. Qolgan hammasi ketma-ket ulangan. Plusi minusga bo'lib 9 tani ketma-ket qilamiz. Bu tomonni ham xuddi shunaqa qilamiz. Mana. Hop, keyin pastga olib tushamiz. Mana hozir bir tomon konnektorini uladik plusiga. Bu gofrada keladi. Shunday kelib to'g'ri pastga tushadi. Bu yoqda yana bitta kabelimiz bor. Mana buni alohida tashlab qo'yganmiz. Hozir bunga konnektor o'tkazib, bu yoqqa ulaymiz minusini. Bu ham to'g'ri pastga tushib ketadi. Keyin bu paneldan ham shunaqa qilib pastga olib tushamiz. Plus minus qilib, endi bu yoqda quyosh mana bu yoqda turibdi. Hozir soat 10 ekan, 10:15 bo'libdi. Mana bu tomonda turibdi quyosh. Bu yoqda mana panelimiz. Xullas bu yoqdan chiqadi. Bu yoqqa botadi. Hammasi to'g'ri. Endi panelimiz gradusi. Hozir panel gradusini ko'rsataman. Mana 34 gradusda. Panelimiz gradusi mana shu holatda bo'ladi, 34 gradus. Bu ham xuddi shunaqa. Panellarimiz orasi 2,5 metr. Mana bu paneldan bu panelgacha 2,5 metr oraliq masofasida. Mana hozir bahor faslida mana shu yergacha kelyapti soyasi. Bu qishda bu yoqqacha keladi, lekin bu panelga o'tmaydi. Shuning uchun 2,5 metr tashlaganmiz. Endi bu yoqda mana konnektorimiz mana bu yoqqa uladik. Bu tomonniki shunday akkuratni turadi. Bu yoqqa olib o'tamiz hozir. Bu tomondagi panellardan shunaqa qilib ulaymiz. Mana bu tomonni ham kabellarini tortdik. Mana bu tomonni. Mana bu yoqqa konnektorini uladik. Mana bu yoqda jigutlab. Jigutni keyin mana qilib kesib qo'yish kerak bo'ladi. Mana bular hammasi kesilgan. Mana. Xo'p, kabelini mana bu tomon gofrada emas. Kabelimiz bemalol shunaqa qilib ochiq qilib qo'ysa bo'ladi. Sababi bu kabellarimiz quyoshga, issiqqa, suvga mo'ljallangan ikkita izolyatsiyalik. Shuning uchun bemalol shunaqa qilib tortsa bo'laveradi. Mana bu tomoni ketgan. Bu yog'i mana shu holatda ketadi. Ular o'rtalari hammasi suqilgan bo'ladi. Ketma-ket. Mana bu yoqdan keladi. Mana keyingi konnektorimiz mana. Bu yoqqa ulangan. Bu tomon mana gofrani endi bu yoqdan mana shiferdan pastga olib tushib ketamiz inverterga. Bu yoqlari mana bo'ldi. Bu tomoni ham bo'ldi mana. Xullas panellarimiz bo'ldi. Endi pastda inverterni montaj qilishni boshlaymiz. Hop, mana inverterimiz. Inverterni ochamiz. Hop. Inverterimiz D-ga 10 kilovatlik 10 grid. Komplektida kitobi chiqadi. Bu yoqda ko'kadachiga konnektorlari. Inverterimiz o'zi. To'xtam beradi. Modem bo'ladi. Wi-Fi modemi. Inverterimiz. Xullas mana yerga qo'yamiz. Hozir bu yerda bitta bizda muammo bo'lyapti. Hop, devorimiz penoblokda qilingan ekan. Penoblok bilasizlar yumshoq, shuning uchun bu yerga endi
kronshteynni qatirish uchun uzun splashnoy shpilkalardan foydalanamiz. Hop, hozir shpilkamiz mana bunaqa shpilka bo'ladi. Uzun splashnoy boshdan oxirigacha rezva bo'ladi. Hop, endi buni bu yoqdan kronshteynni qo'yamizda penoblok teshib, nari tomondan shpilkani qatiramiz bunaqa shaybasi bilan. Bu yog'iga mana kronshteynimizni qatiramiz. To'rtta teshib turib, bu yog'iga qatirib, keyin invertorda ilamiz. O'sha yerga. Hop, mana bu yoqdan hozir penoblok teshdik. Bu tomonni ichkaridan chiqardik, uzun shpilkani. Mana bunaqa perforator yordamida. Keyin o'zini kronshteynni mana shpilkamizga moslab teshib oldik. Bu yoqda o'nli qildik. Hop, endi bu yoqdan mana chiqdi shpilkamiz. Mana har bittasini chiqarib turib, hozir shu yerga kronshteynni qatiramiz. Mana hozir kronshteynni qatirdik. Bu yoqqa shpilka bilan bu tomonga, devorning har tomoniga qatirganmiz. Mana. Hop. Mana bu tomondan chiqqan. Endi hozir bu oshchasini bolgarkada kesib o'ramiz. Shunda hozir mustahkam bo'lib tushadi. Bu yoqda kronshteyn, bu yoqda invertor. Hozir invertorni bu yoqqa ilamiz. Nari tomonni kesib turib, bu yoqqa invertorni ilamiz. Invertorimizni ildik joyiga. Mana har doimgidek ekran ko'zda o'rinida. Endi bu tomoniga, mana bu tomonga shitni qo'yamiz. Shitimiz 16 talik. Bu yoqdan montaj qilamiz bu yoqqa. Hop. Paneldan kelgan kabel mana o'sha yerda. Bunaqasiga olib, bu yoqdan olib tushib, shitga beramiz. Bu yoqdan yana olib chiqib ketib, davlat tokiga ulaymiz. Hop, hozir endi bu yoqda mana shitni terishni boshlaymiz. Hop, mana hozir shitini o'rnatdik. Mana bu yoqqa. Anjon yashil energiya. Bu yoqqa kabel kanallarni o'rnatamiz hozir. Bu yoqdan keyin invertorga montaj qilamiz. Mana bu yoqda shitimizda bir danator, uzib, DC avtomat, AC avtomat. Bir danator, mana bu yoqda DC avtomatimiz 16 amper 500 voltlik, AC avtomatimiz 50 amperlik 10 kilovat uchun. Hozir bu yoqdan mana kabel kanalini o'rnatib, invertorga montaj qilamiz. Invertorimiz mana birkas. Hop, maksimum 500 voltgacha ulasa bo'ladi. Bu degani 9 ta panelni ketma-ket qilib ulasak, bemalol ishlaveradi. 9 ta panelimiz ketma-ket bo'lganda 460 volt bo'ladi. Hozir tepadan panellardan kelgan kabelni tepadan olib tushamiz. Bu yoqqa ulaymiz. Mana hozir shitini terib oldim ichiga. Mana bu yoqda men sizlarga yozib bitta narsani ko'rsatmoqchiman. Mana hop, DC avtomatimiz. Mana bu yoqda minus, bu yoqda plus. Bu yoqda naborot, mana bu yoqda plus, bu yoqda minus. Mana farqini ko'ryapsizlarmi ikkovini? Lekin ikkovi bitta o'tkazadi. Mana misol bu yoqqa aytaylik minus 9 ham ulagan bo'lsanglar, pastdan mana bu yerdan minus chiqadi. Shunda adashmanglar. Ko'pchilik hozir shunaqa xato bo'lyapti. Avtomatga qarab invertorga ulashyapti bu yoqqa. Tepaga qaysini bergan bo'lsanglar, aytaylik misol bu yoqqa minus bergan bo'lsanglar, bu yoqdan minus olasizlar. Bu yoqqa plus bergan bo'lsanglar, bu yoqda minus yozilgan bo'lsa ham, mana shu plusni bu yoqdan olasizlar invertorga. Endi bu nimaga unaqa yozilgan desanglar, bu paneldan aytaylik past tomondan ulasanglar, plusini bu yoqqa, minusini bu yoqqa ulash kerak bo'ladi. Agar tepa tomondan panelni ulaydigan bo'lsanglar, bu yoqqa plusini, bu yoqqa minusini ulash kerak bo'ladi. O'zi aslida menimcha buni hech qanaqa zarari yo'q. U yoqqa ham bu yoqqa ham plus ularsa bo'laversa kerak. Shunga shu joyda adashmanglar. Hozir endi bu yoqni montaj qilamiz, keyin invertorga ulaymiz. Bu yoqda mana paneldan olib tushdik tepadan. Kabel kanallarni qatirdik. Endi bu yoqqa montaj qilib, davlat tokini montaj qilib qo'ysak, bo'ldi, tayyor. Ishlaydi shu bilan. Montaj deyarli tugab qoldi. Mana bu yoqda har doimgidek fazani qilib davlat tokini uladik. Bu yoqdan ketgan. Davlat toki 2 ga 10 alyumin kabelda mana avtomat tepasiga davlat toki keladi, pastiga invertor beramiz. Bu yoqda mana panellarni berganmiz. Mana bu tomonda avtomat tagidan chiqqan mana. Bu tomoni plus, bu
tomoni ham plus. Bu tomoni minus, bu tomoni minus. Mana avtomatda. Shunda adashmaslik kerak. Mana bir xilda o'tkazadi. Tepaga panellar ulaganmiz. Mana pastdan uzibga borgan. Birdan tagidan DC avtomatga borgan. To'ka datchikni ulamadik. To'ka datchiksiz ham bemalol ishlaveradi, o'zini vazifasini bajaradi. To'ka datchikda endi unga alohida video qilib uni tushuntiraman. Unga qo'shimcha nastroykalar qilish kerak bo'ladi. Shuning uchun to'ka datchiksiz hozir buni ulaganmiz. Endi hozir davlat tokini tepadan ulasak, mana bu yoqdan chiqib ketgan. Uchirchidan chiqargan joyiga aynan davlat tokini ulaymiz. Mana shu holatda hozir tayyor bo'ldi. Endi davlat tokini bersak, uchirchidan chiqarib aynan mana shu yerga olib kelish kerak bo'ladi. Bundan inverterga o'tadi. Xullas shu. Hozir bularni ulab turib, keyin inverterni ishga tushiramiz. Keyin Wi-Fi ulaymiz. Hop, mana inverterimiz montaji deyarli tayyor bo'ldi. Toklarini berdik, davlat toki bo'ldi, panel bo'ldi. Endi hozir yoqib ishga tushiramiz. Birinchi yoqishda davlat tokini beramiz, keyin panellarni qo'shamiz. Oxirida inverterni qondiramiz. Ozgina o'ylanadi. DC-AC ikkovini ham ko'rdi. Hozir endi orqaga sanashni boshlaydi. 1 minut vaqt ichida to'liq ishga tushadi. To'liq ishga tushganda normal bo'ladi. Qanaqadir xatolik bo'lsa, alarm yonib qoladi. Hozir kutamiz. Kirishkalarni hali yopgan yo'qmiz. To'liq ishga tushgandan keyin hamma yo'g'ini yopib chiroyli qilib qo'yamiz. Ozgina qoldi. 14 sekund. 10 sekund. Üç sekund. Hoppa. To'liq ishga tushdi. Mana уже kilovat oshishni boshladi. 3 kilovat. Soat necha bo'ldi? Soat 2 bo'libdi. Soat 2da hozir ko'ramiz necha kilovatga chiqar ekan. 6 kilovat. 608 7 703 706 708 8 kilovat bo'ldi. 8 kilovat. Maksimum 8 kilovatga chiqdi. Soat 2, 8:02 ga ham chiqyapti. 8:02 ga chiqdi maksimum. Mana hozir quyoshni ko'rsataman hozir sizlarga. Quyosh mana bu yoqda turibdi. Panellarimiz bu yoqda. Quyosh bu yoqda turibdi. Mana. Quyosh bu yoqda, panel bu yoqda. Mana shu holatda hozir 8:02 ga chiqdi. Hozir yana bir qator ko'ramiz. 8:03 kilovat. Menimcha yaxshi natija berdi. Mana shu holatda. Endi bemalol kirishkalarni yopib, qatirib, joyiga keltirib qo'ysak bo'ladi. Inverterimiz to'liq ishga tushdi. Mana ko'rinish ideal holatda. Hamma yo'q zo'r. Endi ko'pchilik buni Wi-Fi ga qanday ulaydi deb so'rashganda hozir bir yo'li Wi-Fi ga ulab beramiz. Hop, bunga birinchi bizga ishlab turgan Wi-Fi bo'lishi kerak, keyin telefon kerak bo'ladi. Telefonda
Play Marketdan skachat qilamiz. O'zini programmasi bor. DE Cloud. Shuni o'rnatamiz. O'rnatib hozir ro'yxatdan o'tamiz. Hop. Programmani ochamiz. Ochganimizda endi biz hozir bu yerda akkauntimiz yo'q. Bu yoqqa rozilik bildiramiz. Bu yoqdan registratsiya qilamiz. Shuni bosamiz. Endi bu yoqqa o'zimizni email pochtamizni kiritamiz. Mana bu yoqda o'zi taklif qilyapti. Shuni kiritamiz va bu yoqda rozilik bildiramiz. Va send qilib bosib send qilib bossak hozir bunaqa o'zini bunaqa zagatkasi bor. Buni yechamiz. Bo'ldi. Hozir biz email pochtamizga vaqtinchalik kod jo'natdi. Endi shuni kopirovat qilamiz. Bu yoqqa qo'yamiz buni. Va next qilamiz. Endi bu yoqqa parol topishimiz kerak bo'ladi. Xo'p. Parollarimiz harf va sondan iborat bo'lishi kerak. Harflarning bosh harfi katta bo'lishi kerak. Xo'p, aytaylik mana uy 1 2 3 4 5 6 7 8. Pastiga qaytaramiz shu tergan parolimizni. Uy 1 2 3 4 5 6 7 8 va confirm qilamiz. Hop. Bu yoqda mana ochildi. Hozir bitta akkauntimiz. Hop, endi bu akkauntni hozir modemga bog'lashimiz kerak bo'ladi. Buning uchun mana bu yoqda create plan bor. Shuni bosamiz. Bu yoqda местоположение so'raydi. Bunga rozilik bildiramiz. Endi bu yoqdan shu to'ldirishimiz kerak bo'lgan joylar chiqadi. Shularni to'ldirib chiqamiz. Plant name ga home qilamiz. Bu yog'i O'zbekiston. O'zbekiston mana. O'zbekiston. Bu yog'i Andijon. Marhamat. Mana. Xo'p, bu yoqqa adres kiritamiz. Joylashuv yoniq ekan. O'zi topdi joylashuvimizni. Kiritamiz. Bu yoqqa xohlasanglar rasm kiritsanglar bo'ladi inverterda. Bizda hozir 10 grid sistema, shuning uchun mana buni tanlaymiz. Xo'p, endi bu yoqda inverterimiz 10 kilovatlik. Mana bu yoqda kilovatda kiritilar ekan bunga. 10 qilamiz. Hop. Bo'ldi. Endi bu yoqda mana hammasi to'ldirildi. Confirm qilamiz. Ularga hammasiga rozilik bildiramiz. Mana bu yoqda mana mana shu holatda hozir modemimizni QR kodini skaner qilamiz. Skaner qildik. Bu yoqda confirm qilamiz.
xuddi shunaqa bo'lib ochiladi. Endi bu ochilganda mana pastda device bor. Device'ga o'tamiz. Mana bu yerda Wi-Fi configuration bor. Mana bu yerda o'zimizni Wi-Fi'mizni parolini kiritishimiz kerak bo'ladi shu yerga. Hop, parolimiz box. Bu yoq raqamni. Hop, 3218 3218. Bu yoq 3066 66 02 21 02 21 2. O'zimizni Wi-Fi'mizni parolini kiritdik. Endi start qilamiz. Shunaqa bo'lib so'raydi. Shunaqa bo'lib chiqadi. Mana endi shu joyda mana aynan mana shu modemimizni o'zi Wi-Fi tarqatadi. Shu Wi-Fi'ga ulashimiz kerak bo'ladi telefonimizni. Connect qilamiz. Mana shu aynan bizni modemimizni Wi-Fi bo'ladi. Mana shuni ustiga bosamiz. Endi buni paroli bo'ladi o'zini mana bu yoqda yozib qo'ygan. Xo'p, mana aynan PVD shu modemni paroli bo'ladi. Mana shuni hozir kiritamiz. Bitta. Xo'p, bittaga bitta 5 S 81. Shuni hozir mana ulash qilamiz. Ulandi. Endi nazat qilamiz. Tayyor bo'ldi. Mana ulandi. Bu yoqda down qilamiz. Saqlash qilamiz. Bo'ldi. Xo'p. Endi bu yoqda mana tayyor ulandi. Taxminan 20-30 daqiqadan keyin to'liq ko'rsatishni boshlaydi hamma ma'lumotlar. Xo'p, mana обновление bo'ldi. Mana soatiga hozir ko'rsatib turibdi 5:05. Mana bu yoqda ham mana. Endi hozir quyosh chiqib, botib shunaqa bo'lyapti. Bu yerda realni ko'rsatadi. Programma orqali ozgina zadержкасы bo'ladi. Chunki обновление qilish kerak bo'ladi. Xullas mana shu. Monitoring bo'ldi, invertorlar hammasi ishga tushdi. Ko'rinish dahshat, hamma yo'q zo'r. Endi buni umumiy narxini aytadigan bo'lsak, hozir bu xonadon egasi subsidiya orqali quyosh paneli o'rnatdi. Aynan 10 kilovatlik. Hop, 32,5 millionga tushdi. Ko'pchilik narxini so'ragan, qancha bo'ladi, qanaqa bo'ladi. Subsidiya orqali bo'lgani uchun hozir xonadon egasiga 32,5 millionga tushdi. Aynan xuddi shu sistem. 10 kilovatlik 10 grid. Mana shu ko'rinishda. Kimga video yoqqan bo'lsa, foydasi tekkan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lib kuzatishda davom etamiz.